Bilsanglar do'stlar, men bir haftadan beri Xitoyda yuribman va men yaqinlarimga juda ham ko'plab sovg'alar oldim va shu qatorda obunachilarimning bittasiga ham xitoyliklar uchun juda muhim bo'lgan narsani sovg'a qilmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, do'stlar, bu yerda har xil choylar va boshqacha ichimliklar tayyorlar ekan. Va hammalar endi ichkariroqqa yuraylik. Ana, nima bu? Choynakmi? No, давайте bo'lmasam bulardan nima sovg'a olishim kerakligini so'rab ko'ramiz. Excuse me, menga yordam bera olasizmi? Men choy olmoqchi edim. Eng yaxshi qaysi biri? 如果你跟我学茶艺，我可以回馈您一份茶礼。 Bak, va men ana endi tayyorman. Va birinchi o'rinda telefonni qo'yib olamiz. Va ana endi bo'lmasam berasizmi? 我先演示一个，就是你是哇， Qaynoq ekan, ey. Do'stlar, men o'ylagandan ancha qiyin narsa o'xshatdi. Shoshmang, mana. 哇， O'rtoqlar, meni telefonimga qaynoq choy to'kilib ketdi. Lekin, hozir tekshirib ko'ramiz, telefon ishlatdimi yo'qmi? Bemalol ishlayapti, o'rtoqlar, bemalol. Chunki bu Honor X9D telefon va bu telefon issiq suvga chidashi IP69K. Agar hozir choyni xuddi opatiga qo'ya olsam, like bosasiz. Yes or no? 我应该回答 yes。 Yes? Va do'stlar, men buni qo'yib bu chalishda o'toldim. Va endi bo'lsam, men choyni bering. Shu choymi? Bu o'rtoqlar, buni qaranglar. Shunaqa katta choy bo'lar ekan va bu choy men afsuski menga emas, obunachilarimga. Va sizlar mana shu qo'limdagi qimmatbaho choyni yutmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga Honor X9D deb yozib qoldiringlar. Va uni bir haftadan keyin men storiesimda qolib e'lon qilaman.